Mana bu yonma-yon turgan ikkita kadrga e'tibor bering. Ulardan chapdagisi telefonda olingan original kadr, o'ngdagisi esa CapCut'dagi Camera Tracking funksiyasi yordamida o'zgartirilgan versiyasi. Assalomu alaykum. Siz OnTech YouTube kanalidasiz. Ushbu video darsimizda CapCut'dagi Camera Tracking funksiyasi haqida gaplashamiz. Bu funksiya mana shunaqa speedrun videolarda, avtomobil yoki qanaqadir obyekt videolarda juda ham ko'p ishlatiladi. Biz o'zimiz bilgan bilimlarni sizga ulashib borishga harakat qilamiz. Ko'proq foydali ma'lumotlar va to'liq kurs shaklidagi video darslardan o'rganish uchun albatta kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. CapCut, Wayne, CapCut'ni kompyuter versiyasi hammasi bizning kanalda bor. Demak, ishni boshladik. Xuddi shu videoni kamera tracking qilib tayyorlab oldim. Endi noldan yangi proyekt ochib tayyorlab ko'rsataman. CapCut yangilangandan keyin bilasizlar, new project so'zi yo'q. Bu yerda new video bor. New videoni bosamiz va o'zimizga kerakli bo'lgan ikkita kadrni tanlab ko'ramiz. Mana bu va mana bu. Men boyagi safar mana bu kadrni tracking qilib ko'rgandim. Aytgancha, tracking funksiyasi sizda ishlashi uchun siz Pro versiyasini sotib olgan bo'lishingiz kerak. Avvalgi darslarimizda CapCut tekin versiyasidan o'rgatgan edik. U vaqtda CapCut tekin edi. Hozir CapCut pulli bo'lgan. Tracking funksiyasi ham, stabilizatsiya funksiyalari ham pulli bo'lgan. Demak, mana bu kadrdan boshlaymiz. Xo'p, videoni ustiga bosib tanlayman. Pastda yangi ochilgan funksiyalardan surib izlaymiz. Biza stabilizatsiya. Birinchi videomizni stabilizatsiya qilamiz. 3 ta darajasi bor. Minimal cropping va biza recommendedga qo'yamiz. Videomiz stabilizatsiya bo'ladi. Ya'ni bu telefonda dastur yordamida qilingan stabilizatsiya bo'lgani uchun video biroz kattalashadi. E'tibor bergan bo'lsanglar, ozgina kattalashdi. Xo'p, buni bosamiz. Endi stabilizatsiyaning yonidagi kamera tracking bor. Biz hozir stabilizatsiya qilganimizda videodagi ortiqcha chayqalishlar bo'lsa, dastur to'g'rilab yuboradi. Uni umuman olganda qilmasanglar ham bo'ladi. Xo'p, kamera trackingni bosganimizda ikkitasi chiqadi. O'ngdagisini kamera trackingni tanlaymiz. Bu yerda face, body, hands, ya'ni bu videomiz avtomobil bo'lgani uchun unda yuz, tana qismlari yoki qo'llar haqida ko'rsatilmagan. Demak, biz customni bosamiz va customdan o'sha chiqqan to'rtburchakchani mana bu ikkita strelkachasini surish orqali kattalashtirib, kichkinalashtirib, yaqinlashtirib ko'rsanglar ham bo'ladi. O'zimizni markazda tusib turish kerak bo'lgan obyektimizga mo'ljallaymiz. Ya'ni hozir farani, avtomobil old farasini markazdan qochirib yubormaslik kerak. Shuning uchun faraga mo'ljallab belgiladim va pastda track degan tugmacha bor. Shuni bosaman. Bu biroz vaqt oladi va bu funksiya ishlayotgan vaqtda albatta sizni internetingiz yoniq turgan bo'lishi kerak. Demak, tracking bo'ldi. Mana bu eng pastda blur canvas degan bor. Ana shuni o'chirib qo'yaman. Va e'tibor bersanglar, tracking qilgandan keyin, farani o'rtaga ushlagandan keyin videoni siljitib yubordi. Chetlarida qora joylar qoldi. Agar men pastdagi blur canvasni yoqadigan bo'lsam, chetdagi qora joylarni blur qilib yopib beradi, lekin bu xunuk, unchalik chiroyli chiqmaydi. Shuning uchun ko'pincha tepadagi fit canvas degan joyini bosib qo'yaman. Ya'ni bu to'ldirib beradi. Videoni biroz yaqinlashtirib beradi. Original holatdan ko'ra video biroz yaqinlashadi. Shuning uchun iloji boricha sifatli 4K da olingan video bo'lsa, yaqinlashganda ham unchalik sifati buzilib ketmaydi. Natijada yaqinlashish hisobiga ozgina sifati buziladi. Shuning uchun sifatli video bo'lishi kerak. Demak, stabilizatsiya qildik, kamera tracking qildik. Demak, mana bizning tayyor bo'lgan kadrimiz. Bu hozir bizga bilinmasligi mumkin. Buni qachon bilinadi? O'sha eskisi bilan, ya'ni originali bilan hozir buni yonma-yon qo'yganimizda tracking qilgan videomiz yaxshiroqligi bilinadi. Mana bunisini ham kelinglar tracking qilib ko'ramiz. Jarayon bir xil. Videoni tanlaymiz. Pastda ochilgan funksiyalardan stabilizatsiyani qilamiz. Stabilizatsiya ham albatta Pro. Stabilizatsiya qilmasdan birdaniga kamera tracking qilib, kamera tracking custom qilib, o'sha tracking qiladigan markazda tutiladigan joyni belgilab, track tugmasini bosib yuboramiz. Eslatib o'taman yana bir bor. Bu jarayon bajarilayotganda sizda internet yoniq turgan bo'lishi kerak va sizda Pro bo'lishi kerak. Pro versiya emas, oddiy versiya bo'ladigan bo'lsa, sizda bu qilgan videongizni saqlanib qila olmaysiz. Videolaringizni sifatli qilib ham saqlanib qila olmaysiz. Boyaginday chetlarda qora joylari bo'ladi. O'shaning uchun blur canvasni o'chirib, tepadagi fit canvasni yoqib qo'yaman.
Xo'p, Fit Canvas'ni yoqdim. Video tayyor bo'ldi. Mana trekking qilingan video ko'ramiz qani. Ko'ryapsizlar, chayqalishlar bor bu yerda. Chayqalishlar borligiga sabab videoni biz birinchidan yaqinlashtirdik. Ikkinchidan mana bu o'sha kamera trekking qanaqa ishlaydi? Bu ko'plab tochkachalar qo'yib, keyfremeslar qo'yib, videoni tepaga pastiga shiljitadi. O'shani hisobiga ham chayqalishlar bo'ladi. Kelinglar stabilizatsiya qilamiz, recommended qilamiz. Va yana bitta narsa, CapCut'dagi kamera tracking bu professional emas, oddiyroq, ya'ni o'rtacha darajada foydalanuvchilar uchun. Shuning uchun undan wow darajadagi effekt kutolmaymiz. Ya'ni qaysidir kadrlarimiz uchun trekking zo'r ishlaydi, qaysidir kadrlarimiz uchun yaxshi ishlamaydi. Masalan, mana bu kadr uchun trekking normalniy ishlagan, ortiqcha qaltirashlar yo'q. Bu kadr uchun chayqalishlar bor. Chayqalishlar borligining birinchi sababi o'sha video suratga olinayotgan vaqtini o'zida chayqalishlar bo'lgan. Agar siz videoni suratga olishda o'sha chayqalishlarni anchagina kuchli chayqatgan bo'lsangiz kamerani, uni demak mana bu CapCut'dagi stabilizatsiya ham to'g'rilab bera olmaydi uni chayqalishini. Trekking ko'ryapsizlar, o'z-o'zidan videoni yaqinlashtirgani uchun trekking ham unchalik chiroyli chiqmaydi. Shuning uchun mana bu qilgan trekkinglar chiroyli chiqishi birinchi o'rinda sizlar olgan kadrga bog'liq va ikkinchi o'rinda o'sha nima deydi, stabilizatsiyaga bog'liq. Ya'ni umuman olganda suratga olgan videoga bog'liq hammasi. Demak, buni ham trekking qildik. Blurni o'chirib, Fit Canvasni yoqib qo'yamiz. Qani ko'ramiz. Ko'ryapsizlar, chotga chiqdi. Menga masalan eng yoqqani mana shu 3-kadr bo'ldi. Samsungda olganman. To'g'ri, iPhone'da olsa kamera trekkingga ba'zida hojat ham qolmaydi, chunki iPhone fokusni zo'r ushlab beradi. Samsunglarda yaxshi, qimmatroqlari ham iPhone'dagi ushlab bera olmaydi, shiljitib yuboradi kamera harakat davomida, markazdan qochirib yuboradi beixtiyor. Ana shunaqa holatlarda trekking yaxshi ushlab beradi. Mana shu kadrda trekking juda ham chiroyli ushlab berdi. Mana bu kadrda men o'zim suratga olishda qaltiratganman, kamerani qochirganman, shuni hisobiga trekking unchalik yaxshi ishlamadi. Balki CapCut'dan boshqa trekking dasturlarida bu zo'r ishlashi mumkin, zo'r trekking qilib berishi mumkin. Uni endi sinab ko'raman. Eng populyarniy bo'lgani uchun CapCut'da o'rgatishga harakat qildik. CapCut'ga doir va Venga doir 0 dan darslar bizning kanalimizda joylangan. Albatta, darslarimiz CapCut'da bepul vaqtda tayyorlangan. Shuning uchun undagi ba'zi funksiyalar sizda hozir pulli bo'lib ishlamay qolgan bo'lishi mumkin. Ko'rib o'rganib qo'ysangiz, qachondir ishingizda kerak bo'ladigan bo'lsa, aytamanki, o'sha CapCut'da, Ven'da, boshqa bepulida so'zlar, terminlar, funksiyalar bir-biriga juda ham o'xshash. Ya'ni siz bittasini yaxshi o'rgansangiz, qolgan video montaj dasturlarida ishlash siz uchun muammo bo'lmaydi. Aytgancha, kanalimizda CapCut'ni o'rganishingiz mumkin. Bepul bo'lgan va CapCut'dan biroz soddaroq lekin kuchli bo'lgan dastur Ven'ni o'rganishingiz mumkin va CapCut'ni kompyuter versiyasida montaj qilishni ham o'rganishingiz mumkin. Uning uchun albatta bizga obuna bo'lib qo'yinglar. Undan tashqari har xil qiziqarli videolar, foydali videolar joylab borishga harakat qilamiz. Siz shunchaki obuna bo'lishni bosib qo'ying. Shu videoga bitta like bosib qo'ying. Siz uchun foydasi tegmagan bo'lsa, boshqalar uchun foydasi tegishi mumkin. Like va izohlar videoni topga chiqishini imkoniyatini oshiradi. OnTech YouTube kanali sizlar bilan foydali ma'lumotlar ulashda davom etadi. Barchaga omad, bizani kuzatishda davom etinglar.